Tekinga 3 ta odamga 1 grammdan tilla tarqatamiz. To'g'ri eshitdinglar, 1 grammdan tilla beramiz. Sardorga o'zi tushuntirib yuboring boshqatdan. Shuni 3 ta odam qilmaylikda, 5 ta odam qilib qo'yaylik, ko'pchilik xursand bo'lsin. Faqat qanaqa bo'ladi bu? 1 grammdan emasda, yarim grammdan 5 ta odamga beramiz. Bo'ladimi shunaqa? Uni probasi 3 ta 9 bo'ladi dedik. Probasi 3 ta 9, 3 ta 9 probada yarim grammdan 5 ta odamga tilla tarqatamiz. Sababi O'zbekiston bayrog'ini ushlab turganimdan bilsanglar bo'ladi. Ertaga tarixiy o'yin Portugaliya bilan O'zbekiston. Xudo xolasa, agar O'zbekiston Portugaliyani 10-0mi, 1-0mi, 8-2mi, 7-2mi farqi yo'q. Lyuboy shotda yutsa, agar yutsa, Portugaliyani ertaga 5 ta odamga, mana shu videoga like bosgan 5 ta odamga yarim grammdan 3 ta 9 probada slitkani o'yin ertaga seshanba kuni o'yin bo'lsa, juma kuni tarqatamiz. Agar yutadigan bo'lsa, inshaalloh, ana nima deydi, qo'limizdan keladiganini aytamiz, kimgadir o'xshab komment yozganga har bitta kommentga $100 dan barobatdan emas. Realni yutadigan bo'lsa, 5 ta odamga mana shu videoga like bosgan, obuna bo'lgan, komment yozgan emas, like bosib qo'ysanglar bo'ldi. 5 ta odamga yarim grammdan 3 ta 9 probada slitkani lichni o'zim topshiraman. Xohlasanglar oldinglarga borib, agar shahar ichida bo'ladigan bo'lsa, viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, dastavkadan chiqarib yuboraman. Hammanglarga rahmat. Videoga like bosib qo'yinglar. O'zbekiston olg'a.